Hürmetlik anlıqçılar, görürmenler. Bu qıtımqı dərsimizdə turmuşdakı naçar adətlər degan temada toxtalıb ötümüz. Günlük turmuşumuzda nurgulğan kişiler özüge, medeniyetiga, tamaqniki təbietiga, özünün ihtiyacıga, ətrafıdakı kişilərinin ahvalı qaramasdan iste'mol qilish ahvoli mavjud va shu sababdan o'xshash kasallikka giribdor bo'lib, yillar yenilam kasallikdan, namoratlikdan, qiyinchilikdan qutulolmaslik ahvollarini ko'rib yetamiz. Chunki buning asos sababi kishi o'ziga va atrofidagilarga maqsadsiz holda ziyon yetkazganligidan kelib chiqadi. Ya'ni yemak-ichmaklarda iste'mol usulida xatolar zinciri davomlashib kelgan. Mizoj va yemak-ichmak degan kitobimda bu haqda tafsiliy to'xtalib o'tdik. Ana bu yerda mundaq ko'p ko'rilgan 4 xil xato usulni so'zlab o'tamiz. Birisi ko'p tomoq iste'mol qilish. Odatda 800 gramdan 1 kilogramgachilik bo'lgan yemaklik insonning bir qatimda yeyishga bo'ladigan eng üst chegara hisoblanadi. Bir vaqtda 4 kilodan ortiq yemaklik iste'mol qilishga oshqozonniki hajmi yetib oshadi. Biroq bu insonlikdan allaqachon uzoqlashib ketganligimizni ko'rsatib qoladi. Shuning uchun bir qatimda 800 gramdan 1 kilogramgachilik eng ko'p bo'lganda bundan aşırı etmeslik lazım. 600 gram en muvaffak, 800 gram üstüge berip kaladı. 1 kilo hem de haddiden aşkallıkımız buldu. Umumen bir qıtımda köp iste'mol qilgan yemekliklerine köp iste'mol qilgan kişiler aşqazonning yo'g'inab ketishi, jigarniki herib ketishi, yurakning charchab ketishi, miyaning kalvalashishi, bedenning umumen taplağa mayil bo'lib qolganligini va shu tarafga ketib qolganligini ko'rsatadi. Umuman ko'p tomoq yeganlar madaniyatsiz, adabsiz, axloqsiz va tarixdan va madaniyatdan xabarsiz bo'lish bilan birga kelajagiga mas'uliyatsizlik bilan muomala qilayotganlarning o'rtaq alayligi bo'ldi. Bir kishining diplomining ko'p bo'lishi, uning pulisining ko'p bo'lishi hech nimani ifodalamaydi. Eğer bu kişi bir vakitnin içinde köp tamak yegan bo'lsa miqdor jihatdan, demek bu adam insonlikdan bag'ansir yiroq adam, angsiz adam, qor ko'ngil adam, mas'uliyatsiz adam, xoin adam deb hukm qilishga bo'ldi. Shuning uchun ko'p yeganligi kishi bo'lsa insonlikqa kelajakda oldimizda bu kishi insonlikqa cho'qim ziyon olib keladi deb qaraymiz. To'ymay qo'pab ketishga, to'yishdan burun o'zini bilishga shu leksiyani anglagan kishilarga tavsiya qilamiz. Endi ikkinchi xato ozuqlanish diqqatlab qaragan vaqtida kechida ko'p iste'mol qilish. Ya'ni nima degan gap? 3 vaqt tomoq yeyish kerak, oz yeyish kerak, quvvatli bo'lsin. Ama bir kısım kişiler bütün gündeki iş, hayatınki derdini keşte ve keçide köp tamak istemal kılış arkalık özünün derdini çıkırdı, özünü harlaydı. Keçi degenimiz akşamı saat 8:20'den keyin keçiga hesap oldu. Uyghur tebabeti nazariyelerde keçide tamak yiyiş, keçilik tamak yiyiş bedenin soğuğunu aşırdı, nervsini zayıflaştırdı, yilikini muzultdu, böğrügini acizlaştırdı deb aytildi. Çünkü bütün kainat o vaqtida çöküşük başlaydı. Temperatura, dünyanın temperatürü tüvellaydı. Bedendeki maddelermi çöküşük başlaydı. Muşu şaraitta tamak yiyiş ameliyatta bedenini güçlendirmeydi, bedenini zayıflaştırdı. Çünkü madde almışış, astlaş,
ve aram xotiga o'tish mezgilida ko'p tomoq iste'mol qilgan vaqtida oshqozon va jigarga to'planib tomoqni hazm qiladigan qon bu yerda aytilgandek ko'p bo'lmay qoladi ve yiyilgan tomoq bedende uzun mezgil turib qoladi. Buni hazm qilishga yordamlashadigan organlar allaqachon ishdan tushib bo'lgan vaqtida tomoq yeganligimiz uchun bu tomoq vücutta uzun mezgil qilib qoldi. Hazm qilmay, betrab qilinmay, parchalanmay, itirib tozalanmay yoki buningga ega bo'ladigan bir mas'uliyat chiqmay bedenni uzun turib qolganlar uchun kechisi yegan tomoq amaliyotda sovuq tabiatga aylanib qoladi. Biz zafar choy ichdik, kebab yedik, u muhim emas. Uni vaqtida tez hazm qilolmaganligimiz uchun u savdoga aylanib, sovuqqa aylanib, böğrükimiz zayıflaşıdı, nervimiz acizlaşıdı, yürek yerip ketidi, bedende axlatlar toplaşıp qalğanlıq üçün işib qalamiz. Üçüncü köp görüldüğün hata yemek içmek usulü çekişip qilishga sababchi bo'ladigan usullardan iborat. Ya'ni bir-birisiga muvofiq kelmaydigan tomoqlarni bir vaqt iste'mol qilish. Bedenning ehtiyojı issiqni talab qilayotgan bo'lsa, issiq tomoq yeyish. Bedenning ehtiyojı sovuqni iste'mol qilishni talab qilayotganning ustiga biz sovuq tabiatli tomoq iste'mol qilish. Muşlarni ko'rsatadi. Masalan, bo'ron chiqqan vaqtida suyg'ash ichish. Tushda kebab yegan bo'lsak, kechda polo iste'mol qilish. Kompen yeb billa bo'lish. Masalanga suyuqash ichgandan keyin ustiga sho'v guruch ichish. Qatarlıq şu hata usullarını gösterdi. Bu yerde demekçi yemek içmeklerinin tabiatini bileyli, bedenimizdeki mizacını bileyli, şu günlük tomoqniki tizimliki de soğukniki tamponlığa dikkat qilayli. Bir-birisiga kelisholmaydigan yoki bo'lmasa bir-birisiga o'xshash tabiatlik yemekliklarni üstü giymeyli. Bu qadimda çekiş olup kaldı deyimiz, reaksiya olup kaldı. Ziyan keltirip çıkırdı deganni çekiş olup kaldı deyimiz. Muşundaq tomoq qilinish odatlarini davomlashtirish ig'ir chiqimga sababchi bo'lgan kasalliklarni o'zimiz chaqirib kelish bilan barobardir. To'rtinchi ko'p ko'rilgan yaman adet etigine naşlık kılmaslık. Bütün beden toplanıp 7-8 saat susuz halette kelgen, qini quyuqlashib ketgan sharoitda etigine yana naşlık qilmay, ish qilmayish, naşlık qilmay chiniqish yoki bo'lmasa qiydash. Bu amaliyotda jigarni buzish, miyani zaiflashtirish, qonni quyuqlashtirishga ve bir yürüyüş yuqumluq kasalliklarning bedende o'rin tepishiga sababchi bo'lib qolamiz. Shuning uchun atigini suyuq salang tatliq yemekliklar bilan cho'qim nashta qilishimiz, nashtanimi atigan soat 7:30dan baldur tugutishimiz lozim. Ba'zi mamlakatlarda soat 9, 10, 11da nashta qilish odatlari bor ekan, bu tamamen zaharlanishni muqimlashtirganlik. Bedende jigarda to'plangan zaharlarning hücrelerimizga qadar taqilishga imkoniyat to'nig'inimiz bo'ldi. Shuning uchun atigalik nashta soat 7:30dan baldur tugutish lozim. Eng yaxshi real ko'nglimizdagidek vaqt 6:30. Ya'ni kun chiqishdan burun imkon bor nashtani qilib, xayrlik ishlar uchun ishdan chiqishimiz lozim. Umuman az kesel buluş, kesel bo'lgandan keyinmi oson qutulish, az chiqim bilan bedenimizni muhofazat qilish, kasallik ustida o'ylanish emas, insoniyat va oilamiz uchun yaxshi ishlarni o'ylashimizga vaqt oshira olishimiz uchun
ozuqlanışda xato tədbirlərdən saqlanışımız, əcdadlarımızın yaxşı təlimlərini əskilişimiz lazım. Bugünkü dərsimiz müşahidə buludu. Xeyr xoş.